qo'limizdan kelgancha yordam qildik xo'jayinimni davolanishi uchun. Lekin imkonimiz qolmadi. Sizlardan yordam so'rayman. Assalomu alaykum ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, yor birodarlar, saxovatpesha insonlar. Bir inson siz bilan bizni yordamimizga hozir juda ham muhtoj. Farg'ona viloyati Nang'ara tumani Abdusamad mahallasida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan Rustamjon akamiz jigar sirrozi kasalligi bilan og'rigan. Kasallikni davolash uchun esa 30,000 AQSh dollari hisobida mablag' kerak bo'lyapti. Bemorning ahvoli esa kundan kunga yomonlashyapti. Sizni qilgan 5,000 so'm, 10,000 so'm, 50,000, 100,000 so'm ehsoningiz 2 nafar farzandni, otasini, oilasi bag'riga qaytaradi. Bir insonga yangitdan hayot baxshida etadi. Imkoningiz bo'lsa ehson qiling, imkoningiz bo'lmasa duo qiling. Shu videoni ko'p insonlar ko'rishligi uchun, duo qilishligi uchun imkon darajasida tarqating. Katta bo'lmaydi, katta bo'lgan kichkina mali yosh. Endi 3 yosh bo'ldi, bolacha meni ko'rdi. Otasi shuni olamiz, shuni o'g'lim